hammasi yaxshi kuyi. Tashlugim yo'qolgan yomon bo'ldi. Mayli, bir gap bo'lar, topamiz. Alo. Shahzod aka kerak edilar. Nima? Kim bu? Kashilov topib oldim aka. Ma'lumotlaringiz ichida yozilgan ekan. Yo'q, Kashilovni topib oldingizmi? Adres ayting, olib yetib boraman. Xo'p aka, parvoz 11. Keverasiz. Rahmat sizga. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. O'rtoq, Kashilogim topildi. Voy, zo'r bo'pti o'rtoq, qara. Ketdi bo'lmasa, borib kelamiz. Xo'sh. Mashxonadonmikin Shuhrat? Shu bo'lsa kerak, mana parvoz 11 deb yozilgan-ku. Oka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi Va kelib alaykum qoldingizmi? assalom. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yuring, ichkariga kiraylik, aka. Voy, bizni shoshib turdik, aka. Aka, omonatingiz ichkarida edi. Ostonada turmaylik, yuring, aka, yuring. Yur. Kelinglar. Aka, mana omonatingiz. Rahmat. Qanday topgan bo'lsam, shundoq o'z holida turibdi. Faqat bitta ichini ko'rib olasiz. Hujjatlarim hammasi joyida ekan. Aka, sizdagi halol insonlar hozir juda ham kam. Mendan boshqa odam topganda ham shu ish qilardi. Odamni xijolat qilmanglar. Aka, yo'q demasangiz, shu pulni sizga berishga niyat qildim. Yo'q demang faqat. Iltimos, olib qo'ying. Shart emas aka, rahmat. Yo'q, shart emas, rahmat aka, sog' bo'linglar. Yo'q, aka, unaqa xijolat qilmang. Olavering aka. Shu kashilovni tushib qolishi ham siz oldingizga kelishimizga bir sabab ekandi. Kashilov meniki ekanu, lekin ichidagi pul sizniki ekan aslida. Men minnamga roziman. Omon bo'ling.